Assalomu alaykum. Bugun biz Olmazor tumanidagi Yangi Sebzor mahallasiga tashrif buyuramiz. Bu mahallada yangilik va o'zgarishlarni tasvirga olamiz. Hozir mahalla raisi bilan uchrashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bobur aka, yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Rahmat. Yangi Sebzor mahallasiga xush kelibsizlar. Rahmat. Bobur aka, mana shu mahallada nechta aholi istiqomat qiladi? Nima ishlar bilan shug'ullanishadi? Xo'p, bizlar Yangi Sebzor mahallasida 5200 ta aholimiz bor. 13 ta domimiz bor. Bunda ko'pchilik tadbirkorlar bilan shug'ullanishadi. Shahnozor maktabi, bitta sartojxonamiz bor. yoda ko'chma do'konlarimiz bor. Asosan savdo-sotiq, atelyeotimiz bor. Hammasi o'ziga yarasha anaqalar ish bilan ta'minlanganmiz. Qo'ldan kelgancha hammasi ishlashadi. Bizda kambag'al oila yo'q. Hammasini anaqadan chiqarib, ish bilan ta'minlab, kerak bo'lsa tadbirkorlarga bankdan kredit olib, ishga qo'yib yo'lga qo'yib berdik. Mana 2025-yildan 26-ga nisbatan o'zgarish katta mahallamizda. Pishiruv sexlarimiz bor mahallamizda, bayroq sexlarimiz bor mahallamizda. Xullas 5200 ta aholidan anaqamiz yo'q. Bekorchi qolgan, uyda o'tirgan anaqalar kam. Endi mahallani o'sha infratuzilmasini yaxshilanishi, umuman mahallani yanada nufuzini oshirish ko'proq o'sha mahalla raisiga bog'liqmi? Endi bu masalani kelsak, bizda mahalla yettligimiz bor. Hokim yordamchimiz bor, yoshlar yetakchisi bor, xotin-qizlar, ijtimoiy tarmog'imiz bor. Bular bilan birgalikda ishlaymiz. Lekin endi rais o'zida bu narsa qiyin bo'ladi. Lekin bular bilan birgalikda ishlaymiz. Hamma birgalikda shu yerda mahallada ish olib boramiz. Endi bularni anaqasiz raisga qiyin bo'ladi. Misol uchun ertalab kelamiz, kelganimizda o'tirib bir planlarni tuzib, ish rejalarini tuzib olib, ish bilan shug'ullanamiz. Endi asosan o'sha aholi tomonidan qanday murojaatlar kelib tushadi ko'proq sizga? Murojaatlar qanaqaki, avvalambor mana bu hozirgi paytda ajrashish masalasi, yosh kelin kuyovlar to'y bo'lganga 1 yil bo'lganmi, 2 yil bo'lgan farzandli bo'lgan ajrashish anaqasiga tushib qolishadi, yoqasiga kelib qolishadi. Biz shunda o'zimiz o'tirib bu narsaga yo'l qo'ymaymiz qo'ldan kelgancha. Tushuntirib, qo'ldan kelgancha u ajrashish yoqasidan olib chiqib kelamiz bularni. Chunki hozirgi paytda yoshlar ko'pchilik ko'ryapsizlar, 1 oy, 2 oy yashaydi-da, qanaqadir bularga anaqa yoqmaydi. Chunki bularni harakat qilib to'g'ri yo'lga solish bizning vazifamiz. Mahalla oqsoqoli vazifasi bu, mahalla yetakchi vazifasi. Endi harakat qilamiz shu anaqa ajrash yoqasiga kelib qolgan oilani to'g'rilab, to'g'ri yo'lga solishga. Hozir mana bu yerda kutubxonaga ko'zimiz tushyapti. Bu kutubxona ham hozir yangi ta'mirlangan ekan. Qachon mahallamizda bu kutubxonamizni 2005-yil yoz oylarida ta'mirladik. Qiziq kitoblar bor. Kelib qiziq o'qishadi maktabda. Bilim olishadi bu yerdan. Kitob o'qigan boshqa-yu, dunyo-yu. Albatta. Kitob o'qigan boshqa. Qancha hozir telefonlardan ko'raman, bitta kitob o'qisa, shu bolalarning aqlini mana rivojlantirsa kerak deb o'ylayman. Keling unda mana shu kutubxonani faoliyat bilan qiziqamiz. Marhamat, keling. Bu meni kutubxonam. Shu faxrlanaman. Ko'pchilik aytadiki, "Voy, bitta kutubxonachi ekan" deydi. Lekin kutubxonachi bugungi kunda o'sha 1-renessans davrida ham, 2-renessans, mana 3-renessansga yetib keldik. Dolzarb bo'lgan kitob. Kitob o'qigan odam aqlli bo'ladi. Bir jamoaga kirib, o'zini tuta bilishi biladi. Muomala madaniyati bo'ladi. Kitobxonlik madaniyati bo'ladi. Tarbiyachi, bog'cha tarbiyachisi aytib beryapti. Bitta bolam yig'lab keldik qo'lidan yetaklab. Otasi, "Nega bu yig'layapti?" deb so'rovdim deydi.
seni bugun jazolayman, kecha to'polon qilding, seni kutubxonaga olib chiqmayman, sen to'polon qilding deb jazolabdi tarbiyachi. Adajon, iltimos, meni kutubxonaga olib chiqing deb bog'chapamga yeting deb shunaqa debdi. Bu yerda kutubxonamizda juda yaxshi kitoblar jamlangan. Hammasi bu siznikimi bular, bu kitoblar yoki Mana mahalla shu yerda, ta'minlaganmi? mana deyarli 80% meni kitoblarim. Men bu kitoblarimni borligidan faxrlanaman. Bu yerda respublikadagi kutubxonachilar kelib ajablanadi, bunaqa kitoblarni qayerdan olgansiz deb. Meni o'sha 40 yil televideniyada ishlagan bo'lsam, mani o'sha meni ko'rsatuvlarda chiqqan olimlar, yozuvchilar, shoirlar biza sizga hadya qilamiz kitob. Biza faxrlanamiz sizni ham ishlaganingizga. Mana bu yerda rus klassikasi bor, o'zbek klassikasi bor, mumtoz adabiyotlar taxlanib turibdi. Bundan tashqari bugungi kunda ijod qilgan olimlar, yozuvchi, shoirlarning ijodlari mavjud. Hozir mana shu yangi Sebzor mahallasida yana bir faol bir bolajonimiz bor ekanlar, Usmonxon. Bular 1-sinf, to'g'rimi? Yaqinda Dubay shahrida 1-o'rinni olgan ekanlar, mental arifmetikasi bo'yicha. 1-o'rinni qanday oldingiz, Usmonxon? Mentalnidan Dubayga olimpiadaga borib keldim. O'sha yerda 1-o'rin bo'ldi. Endi maktab yilida yana kimlar qatnashdi? Faqat bir o'zingizmi? 2 o'g'il bola, 2 qiz bola. Ularcha yutishdimi? Bitta qiz bola 2-o'rinni oldi. Ikkitasi bitta qiz bola, bitta o'g'il bola 1-o'rinni oldi. Men oliy o'rinni oldim. Kelajakda kim bo'lasiz? Biznesi. Tadbirkorlik bo'yicha ketasiz. Qo'yib. Omadingizni bersin, maqsadingizga albatta erishing. Ushbu mahallada iqtidorli bolalar juda ham ko'p ekan. Hozir ularni suhbatga tortamiz. Mana Kamoliddin, ulardan bittasi. Qayerda o'qiysiz? Qayerda ishlaysiz? Meni ismim Umidov Kamoliddin. Men Toshkent arxitektura qurilish institutida o'qiyman. 2-kurs talabasi. Kompyuter injiniring yo'nalishi bo'yicha. Endi arxitekturani o'sha yo'nalishlari juda ko'p-da. Aynan o'sha kompyuter sohasida deyapsiz. Nima ishlar bajaradi u? Kompyuter sohasida men asosan web dizayn bo'yicha o'qiyman. Sayt yaratish bo'yicha. Qo'shimchani kursga boraman. Hozirgi kunda eng aktual bu mavzuda bu sayt yaratish, buni orqasidan katta daromad ham topishyapti-da siz senga yigitlar. Ayni paytda menimcha siz ishlaysiz ham, to'g'rimi? Ham ishlayman, ham o'qiyman, ham kechqurun fitnes zaliga boraman. Chunki kelajak bu informatikaga oid bo'lgan sohalar ko'p talabga ega bo'ladi. Ayniqsa mana shu sun'iy intellekt bo'yicha ham juda ham ko'p ishlar yuritib boriladi kelajakda. Demak, sun'iy intellekt ham o'sha hamohang birgalikda olib borish kerak, to'g'rimi? Xuddi shunday. Birinchi o'rinda o'sha ingliz tilini bilish kerak. Chunki ingliz tilini bilsangiz, juda ham ko'p ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Asosan mana shu ko'rishim bo'yicha startap loyihalariga bizning prezidentimiz juda ham ko'p moliya kiritmoqdalar. Juda ham ko'p e'tibor qaratmoqdalar. Bir kelin aravachasida kichkina bolachasi bilan kelib kirib kelyapti, 2 ko'zi yoshga to'la. Men aytaman, u haligi 1 yil, 2 yil bolani tarbiyalab o'tirganda juda ko'p qiyinchiliklarga duch keladi kelinlar. O'zingizdan ham o'tgan bu, to'g'rimi? O'shanga aytdimki, nima bo'ldi desam, shu anaqa deb endi gapiramayapti. Keling bu yoqqa singlim. Men bu kitobni olingda o'qingda, ertaga oldimga chiqing desam, ertasiga ko'zi yashnab chiqib kelyapti-de. Men xursand bo'laman. Qaniydi har bitta kelinchak mana shu xonadonda yashaydigan kelinchaklar farzandlarini ham olib chiqsa, o'zi ham chiqsa, agar ona kitob o'qisa, bola ham kitob o'qiydi. Ona kitobga murojaat qilmasa, u bola hech qachon kitob o'qimaydi. Men o'ylaymanki, yangi O'zbekistonimiz kelgusida barpo etadigan yoshlarimiz bor. Shular ilmli, bilimli, iqtidorli, izlanuvchan, har bitta sohada o'zini ko'rsata oladigan farzandli bo'lib katta bo'lsa, u boshqa maqtalayotgan davlatlar orqada qolib ketadi. O'zbekistonimiz yashnab, chiroyli bo'lib, yaxshi ilmga, bilimga ega bo'lgan bolalarimiz orqali bunyod etilsa, shunda biz marramizga yetgan bo'lamiz. To'g'ri.
Shahodatxon, ayni paytda mana hozir ijtimoiy xodim bo'lib ishlayotgan ekansiz. Qanday ishlar amalga oshirilyapti bugungi kunda? 2023-yildan beri ijtimoiy xodim faoliyatini olib boraman. Mahallada kompleks ijtimoiy xodim lavozimida ishlaganimdan ham faxrlanaman, chunki juda ham savobli ish. Ham kambag'alligiga tushib qolgan og'ir toifadagi oilalarni og'ir toifadan chiqazish, kambag'allikdan chiqazish bo'yicha ishlaymiz. Mahalla hududini juda yaxshi o'rgandim, fuqarolar bilan tanishdik. Fuqarolar ijtimoiy xodimni yaxshi qabul qilishdi. Mahalla 7ligi yaxshi qabul qildi. Mahalla 5lik bo'lib ishlashgan oldin, hozirda 7lik bo'ldik. Nogironligi bo'lgan fuqarolarni ham ish bilan jalb qilyapmiz. Ularga hassa, qo'ltiq tayyor, quloq apparatlari shunaqalar bilan ham ta'minlab beryapmiz. Hozirda yolg'iz yashovchi keksalarga assistent yollangan, uyligiga keladi, haftada 2 marta xizmat ko'rsatadi. Uyligini yig'ishtirish, tozalash, magazindan kerakli mahsulotlar olib kelib berishadi. Shu bo'yicha ishlaymiz. Hamda prezidentimizning 134-qarori asosida 2025-yil 2-aprelda chiqqan qaror asosida kam ta'minlangan oilalarga bir martalik moddiy yordam, ya'ni 1 million miqdorida pul berildi. Bu isitish mavsumi uchun bir martalik moddiy yordam, undan tashqari kam ta'minlangan oilalarga gaz, svet bo'yicha kompensatsiya puli ham to'lab berilyapti. Ayni paytda biz hozir Yangi Sebzor mahallasidamiz. Bu yerda bayroq ishlab chiqaradigan korxona bor ekan. Asosan mana shu mahallaning ayollari ish bilan ta'minlangan ekan. Keling, mana shu faoliyat bilan hozir qiziqamiz. Bizning mahallamizda A'lo omad rivoj bayroq ishlab chiqarish korxonasi 2009-yildan beri o'z faoliyatini olib boradi. Hozirda juda ham kengayib, ish faoliyati ham kengaygan. Hozirgi kunda 65 nafar ayollarni ish bilan ta'minlab turibdi. Undan tashqari kasanachilik asosida ham ish yuritamiz. Kasanachilik asosida 20 nafar ishsiz ayollarimizni ishga joylashtirib, ular o'z uylarida shu bayroq tikish bilan shug'ullanib kelishmoqda. Bir 1990-yil pensiyaga chiqqanimdan keyin bozor iqtisodini o'rgandim. Shu bozor iqtisodini o'rganganimda konservar mahsulotlari kiyim-kechakka nisbatan yaxshi ketar ekan. O'zim medikman, tegim 30 yil meditsinada ishlab, keyin 1993-94-yildan shu tadbirkorlikni qila boshladim. Shunda bozor o'rganganimda ularga bayroqni so'ray boshlashdi. O'zbekiston davlatining bayroqlari ishlab chiqarildi. Oqtepadagi kraska anaqada chiqarilardi hamda Shahantauhirdagi sharq gullarida ishlab chiqarilardi. Sharq gulida bular asosan O'zbekiston bayrog'i ishlab chiqarilardi. Ammo O'zbekiston bayrog'i talabga javob bermas edi, chunki ularda hali applikatsiya qilinadi. Applikatsiya qilinganda xuddi kapalakka o'xshab chiqardi. Biz 2005-yilda tadbirkor ayollar uyushmasiga borib qilganimizda Misrga yuborishdi o'qib kelish uchun. Shu Misrga borganimizdan keyin u yerda O'zbekiston bayroqlarini qanaqa chiqarishni o'qib keldim va shu O'zbekiston bayroqlarini applikatsiya qilmasdan hammasini go'z standartdan o'tkazib, birinchi bayrog'imizni chiqardik. Shu birinchi bayrog'imizni go'z standartdan o'tgandan keyin biz hammasini alohida tikishga harakat qildik. Mana oddiy misol. Har bitta ishchi o'zini bitta ish anaqani bilmaydi. 5 ta anaqani hammasini bir tekisda mashinani o'rganishga harakat qiladi. Mana birinchi anaqamiz lentani tikish.
Mana qarang, lentani tikkanimizda orqa oldi bir xilda. Chokini ham bilmaysiz. Bundan 4 odamim lenta tikadi. Ikkinchisi mana bayrog'ini ulaydi. Mana bayrog'ini ulagandan keyin chetini hammasini bostirib chiqib keladi. Demak, tikuvchilar ham professional darajada o'rgatilgan. Mana kelgan bular bizda faqatgina ishchilar emas, kollejlar bilan birgalikda qilganmiz. Bu qizimni ham olganimga mana 3 yil bo'lyapti, xudo xolasa. U kollejni bitirib ishga kirgan. Kattalar bilan yoshlarni bir tekisda olib boriladi. Mana hozir 3 ta qizimiz keldi. Yana kollejdan mana bular ham o'sha mana qarang, bayroq tikishga o'sha qo'li kelib qoldi. Ha, nechta bayroq ishlab chiqariladi bir kunda? Bir kunda 500 tadan ortiq bayroq chiqadi. O'zbekiston bayrog'i to bana yanvar-fevral oyi mертвый sezon hisoblanadi. Mертвый sezon bo'lganda biz 10 mingta bayroqni tayyorlab qo'yishimiz kerak. Talabga bu. Talab katta ekan. Talab katta. Festivalning bayrog'i bor, O'zbekiston bayrog'i, 1-2 shularni hammasini sekin-asta tayyorgarlik ko'rib tayyorlab qo'yamiz. Kelgan qizlarimizni chokka bir tekisda tushirish uchun mana tesma tikib berishadi. Bu ham katta gap. Bir tekisda chiqish kerak. Ana keyin bayroqqa qo'yiladi. Kelgan tikuvchilarni sinovlardan qanday o'tkazasiz? Biz ustoz shogird an'anasiga asosan bular yaxshi o'qishlari ham faqatgina bizda bu ishda emas, bundan tashqari kasanachiligimiz bor. Kasanachiliklarimiz mana temir daftardagi ayollarni ish bilan ta'minlashimiz kerak dedik-ku. Xudoga shukr hammasidan chiqib ketdik. Mana uylar o'zi bolasi yosh bo'lganligi uchun uyda o'tirib bizning zakazlarimizni qilib kelishadi. Biz endi tadbirkor ayollar uyushmasida a'zo bo'lgan bo'lsak, mana hozir shahar tadbirkor ayollardan tashqari 5 ta davlat hozir Turkiy davlatlar bilan birgalikda ishlayapmiz. Eksportimiz ham bor. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Ozarbayjon. Shu bayroqni o'rganish uchun mana Misrda bir oy ishlagan bo'lsak, Turkiyaga borib keldim. Koreyada bo'ldik, Yujniy Koreyada, Italiyada bo'ldik, Malayziyada bo'ldik, Leningradda, Moskvada grant oldik. Shu grant asosida Xotin-qizlar qo'mitasida Chevarbekaga Yevrosoyuzdan grant oldik. Bu Yevrosoyuzda asosan uyda o'tirgan, qiynalgan oilalarni borib o'qitib, ularga mashinalar bilan ta'minladik. Ishchilarimizga ham qiynalganlarga mashina beriladi. Mana ko'rib turganingiz bizning mahallada 2009-yilda tashkil etilgan Shahnoz maktab o'quv markazi. Bu yerda bo'sh turgan binoni ijara asosida berilgan. Hozirda 7 ta xonadan mavjud bo'lib, unda 10 xil turdagi kurslar bepul ta'lim beriladi. Ishsiz uyda o'tirgan ayollarning ro'yxatini shakllantirib, ularning qiziqishlarini o'rganib, ularni turli xildagi kasb-hunar o'quv kurslariga bepul ta'lim berib, undan keyin shu yerni o'zida ish bilan ta'minlab yoki tadbirkorligini yo'lga qo'yib, kreditlar, ssudalar berish asosida tadbirkorligini yo'lga qo'yib, bandligini ta'minlab kelmoqdamiz. Mana muhayyo ham bizada mahallamizda nuroniylar markazi ochilgan. Bu yerda bizada asosan mahallamiz qariyalari tashkil topgan. Hop, shu yerda har safar yig'ilib, mana shu nima mahallamizda muammo bo'lsa yoki ajralish anaqasi kelgan masalalar bo'lsa, ular bilan birgalashib o'tirib, suhbatlashib, maslahat olib, ular bilan birgalikda har doim ish ko'ramiz. Bir piyola choy ustida kattayi kichikni hammasini bilishadi. Nima bo'lganda ham bular bilan maslahatlashib ish qilamiz har doim. Qancha vaqt bo'ldi ochilganiga? Hali ochilganiga 6 oy bo'ldi. Keksalar va faxriylar bo'yicha rais maslahatchisiman. Nuroniylar bilan har hafta yig'ilib, shu yerda muhokama qilamiz, har qanday muammolarni shu yerda yechamiz. Shu yerda yoshlarni chaqirib, ularni tarbiyaga solib, davomati past o'quvchilarni chaqirib, ularni davomatini
yana to'g'rilab, probatsiyadagi bo'lgan yoshlarimizni hammasini chaqirib birma-bir suhbat quramiz. Bu yerda bizni asosiy ishlarimiz shu yerda hal bo'ladi. Masalan, 405-qaror bo'yicha hozir bir nuroniy 10 ta yoshga mas'ul degan taomili ostida ish boshladik. Biz yana mahallamizda 3 avlod uchrashuvlarini tashkil qilamiz. Keyin atoqli yozuvchilarni, olim, professorlarni chaqirib yoshlarga motivatsiya beramiz. Mana bu olimlar, professorlar o'z-o'zidan tug'ilmagan. Ular o'qigan, ijod qilgan, mehnat qilgan, shuni asosida bular shu yutuqlarga erishgan. Nega bizning yoshlarimiz shu yutuqlarga erishishi mumkin emasmi? Yo'q, mumkin. Uning uchun biz nuroniylar, mahallamiz nuroniylari, ota-onalarini chaqirib, ular bilan suhbat qilib, ularni alohida bolalariga e'tibor berishini biz talab qilishimiz kerak. Shundagina bizning yoshlarimiz to'g'ri yo'lga boshlanishi mumkin. Zuhriddin, hozir mahallangizda o'sha soliq inspeksiyasi bo'lib faoliyat yuritayotgan ekansiz. Mana shu tizimingizda hozir qanday yangiliklar bo'lyapti, qanday o'zgarishlar bo'lyapti hozir? Mahalla byudjetiga jismoniy shaxslardan olinadigan mol-mulk soliq to'lashlari, yer soliq to'lashlaridan tushgan tushumning 10% mahalla byudjetiga qolyapti. O'sha 10% tushumni biz samarali foydalanyapmiz. Masalan, 2025-yilda mahallamizga yangi kompyuterlar olib keldik. O'sha rivojlantirish maqsadida mebel olish uchun buyurtma berib qo'ydik. Yana 2026-yilda yangiliklarga keladigan bo'lsak, prezidentimiz 247-sonli qarori bilan yakka tartibda tadbirkorlar, aylanma soliq to'lovchilar va qat'iy soliq to'lovchilar 4% dan 1% ga imtiyozli ravishda o'tyapti. Bundan qulayliklar, masalan, yakka tartibdagi tadbirkor bir oyga 100 million aylanma soliq to'lovchi bo'ladigan bo'lsa, o'shandan 4% 4 million soliq to'laydi. Yo prezidentimiz 247-sonli qarori bilan 1% ular 1 million so'm soliq to'laydi. Yana bitta qulayligi, ular aylanma soliq hisobotini topshirmaydi, avtomat shaklda shakllantiriladi. Mamlakatimizda mahalla tizimini qo'llab-quvvatlash borasida olib borilayotgan ushbu ishlar albatta mahalla nufuzini oshiradi, imkoniyatlarni kengaytiradi. Mahalla reportajini kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.